o'zgacha kayfiyat, samimiy tilaklar. Ayni daqiqalarda tabrik vaqti. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdumo'min sizmisiz? Ha, men. Sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz, sog'liqlaringiz yaxshimi? Aha, yaxshi, rahmat. Bugungi tavallud ayyomingiz avvalambor Allohim o'ziga banda, Habibiga ummat qilgan kun 17 yoshingiz qutlug' bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizga ham. Dunyodagi, jahondagi jamiki yaxshi niyatlarni va eng go'zal tilaklarni bugun siz uchun tilagan holatda o'zimni tanishtirib o'taman. Abdurahmonov va Munavvar, tabriklarim siz uchun Telegram ijtimoiy tarmoqlaridan birozgina vaqtingizni olib turaman, maylimi? Mayli. Rahmat. Shu o'rinda bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Bugungi ayyomlar munosabati bilan sizga sog'likni, salomatlikni, oilaviy xotirjamlikni, umringizga, dasturxoningizga fayzu barokatlarni tilab, qaysi bir yaqin insoningizdan go'zal, ajoyib tilaklar bizning loyihamizga yetib kelgan bo'lishi mumkin. Onam bilan akam. Aha. Mashalloh, sizlarni go'zal mehr-oqibatlaringizga va uzilmas rishtalaringizga hech qachon ko'zlar va nazarlar tegmasin. Ayni fursatlarda bizni loyihamizga ajoyib maktublar qoldirgan akangiz Muhammadjon akamiz va onangiz Mavludaxon opamiz nomlaridan kelgan ekan, qabul qilib olasiz. Kutganmidingiz mana shunday kutilmagan qo'ng'iroqni mehribon, qalbga yaqin akangiz nomlaridan? Agarda siz ijozat bersangiz, bizning loyihamizga yo'llangan eng go'zal tilaklarni o'zim sizga o'qib eshittirsam. Marhamat tinglang. Assalomu alaykum, o'zimning mehribonim, qadrligim, qalbi qalbimga, joni jonimga yaqin bo'lgan ukalarning eng zo'ri, dunyodagi eng qadrdonim, qadri tog'larida baland bo'lgan mehribonim. Bugungi tavallud topgan ayyoming, shukronalik kuning bilan seni chin qalbimdan tabriklayman. Avvalambor Allohimga ming shukrlar aytaman, sendek mehribon ukani menga hadya etgani uchun. Sen ham ishongan tog'im, ham akam, ham ukam, ham eng qadrli do'stim, og'aynimsan. Boringga shukr. Sendek mehribon ukam borligidan faxrlanaman. Ilohim kulgan yuzlaringdan g'amni, kulgan ko'zlaringdan dardni ko'rmagin. O'zimning mehribonim, qadrli ukajonim, boshimizdan qanday sinovli damlar o'tmasin, qanday qiyinchilik kunlar o'tmasin, sen faqat yonimda tura oladigan yagona ishongan insonimsan. Boringga shukr. Allohimga hamd va sanolar bo'lsin, sendek mehribon aziz ukani menga hadya etgani uchun. Buyuk Rabbimdan nimaniki so'ragan bo'lsang, barchasiga erishishingni tilakdoshiman. Qadrligim, o'zingni hech qachon yolg'iz his qilma. Chunki yoningda tirgak bo'lguvchi yaqinlaring, mehribonlaring, Allohimdan ertayu kech sog'lig'ingni so'rab duo qiladigan mana men, qolaversa onajonim, jannatim bor. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bu dunyoda ko'rganing Makkatilloh, chin dunyoda ko'rganing esa jannat bog'lari bo'lsin. Borsanki xotirjam turibman uka. Ko'nglimga halovat quribman uka, yonimda yelkadosh jigarim bor deb sen bilan maqtanib yuribman uka. Goh tortishamiz, goh tilimiz bir. Zarda, adovat, yo'q yurakda kir. Qaysi davrada bo'lsa aytay emas sir, sen bilan maqtanib yuribman uka deya mana shunday ajoyib maktublarini Muhammadjon akamiz yakunlab qo'ygan ekanlar. Agarda sizning ham mehribon akangiz uchun, qolaversa oila a'zolaringiz uchun qandaydir bir go'zal tilaklaringiz, duolaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Marhamat. Bormi tilaklaringiz? Xo'p, sog' salomat bo'ling. Yelkangni tut jon bolam, asta boshim qo'yayim. Dunyodagi eng taxtli baxtli ona bo'layim. O'g'il tug'ib
termulib ko'zlari yoshga to'larkan, bo'ylaringga termulib ko'zlari yoshga to'larkan, tilab olgan toyima uylar qurgan boyima, osmonimni bezab turgan yulduzima oyima, osmonimni bezab turgan yulduzima oyima. Qaridimmi bilmadim, ko'nglim meni yaradur, sanlar saga to'kilib chil-chil sinib qoladur. Tog'da yurgan kekdek hadegi bor onangni, kunlar kelib bilarsan, katta qilsang bolangni. Kun kelib bilarsan, katta qilsang bolangni. Allah aytkin menga ham, tizzangga bosh qo'yayin, yolg'on takam ko'z yumib hidlaringga to'yayin. Uzoqlashma jon bolam, ko'rmay qolsam o'larman. O'ylab gapir har so'zing, sal siltasang so'larman. O'ylab gapir har so'zing, sal siltasang so'larman. Qalqib turgan qayiqday yuragi bor onangning, sendan boshqa kimga ham keragi bor onangning. Sendan boshqa kimga ham keragi bor onangning. Shoyi ko'ylak obermaya, chiroyi endi topilmas. Ko'ngilginam ko'targan tillo emas, oltinmas. Jahon onam deganing zarlargayam topilmas. Onai zor qalbiya tillolarga sotilmas. Ne kunlarni ko'rmagan yuragi bor onangni, sendan boshqa kimga ham keragi bor onangni. Allah aytkin menga ham, tizzangga bor